Mana hozir mashinalarni sekin qilyapmiz. Birinchi bunaqa nimalar bor, ishib chiqib qolgan, yorilib qolgan. Bunaqa qirib, chiroyli qilib qirib, iloji boricha ham chiqmaydigan holatini qilib turib, shunaqa yorg'ilari bor, tozalaydiganlari. Mana chiqqan, hali qo'l yetmaydi, ichi pastroqqa tushib ketiladi. Xullas, mana shu baland binolarda iloji boricha fasadini shu nima bilan qilinadi? Shuni qirib turib, mana pade bor. Padeda qilinadi. Ba'zi bir chuqur joylarda u mana motorda qilinadi, tekizlab turib, ustidan mana qurigandan keyin pade bilan shuni nima qilinadi? Padega shpakilovka deyiladi. Bunga plastmassa, ya'ni rezinaviga, silikonga o'xshagan narsa salkam naryalar qilingan, sekin baliq ketilyapti. Mana shunaqa qilib ketiladi bir xilda.